Hem de vatandaşlarla birleşiyor. Yani muhakeme, sözlü şeyli muhakemede avazım çıktı. Bugün çizdiği 2020 yıl 9. ayının 27. günü hafta şembe. Endi sizlarga mundaqlik şey bilan birlikte muhokama qilishni havola qilaman vatandoshlar. Moliyaga sovuq nazar. Bankadan algan qarz pul 43 trilyon yuanga yetdi. Bu pulni banka qaytarmaganligi uchun banka to'xtamadi yenib oldi. Banka vakolat boshqarish bankalar guldirmama hayvisida gömürleş davri kirdi. Jungoda ömürlük şirketi, başta qo'shu şirketler qatarida cemi bankadan elingan pul 43 trilyon yuan. Bu pulni banka qaytarish mumkin bo'lmadi. O'ttirib tuzilgan ahdnoma bekor qilindi. Hozir Jungoda ömürlük ticareti guldirmamadak hayvisida gömürleş davri kirib keldi. Tayvan boğuzu ciddileşti. Xenda şirketi başta anlattı hürmetlik vatandaş. Endi yana bir xabar, Sharqdagi Tayvan mı tinch xotirjam bo'lolmaydi. Masalan, Tayvan boğuzu ish bo'lsa, masalan, Jungoning ichki qismida ish bo'lsa, Sharqdagi Tayvan mı xotirjam bo'lolmaydi. 11-oyda Tayvan boğuzu portlash xarakterlik voqea yuz berdi. Savol qo'yibdi vatandaş. Şuna Tayvan o'zining ishlarini avval o'rinlashtirish kerak. Jungo yani bir xabar. Go'yo sobiq sovetlardek yemiriladigan davrning g'or fikrlariga yetib keldi. Xi Jinping chekidan oshgan mustabid deb bekitildi. Halqiliq paytlar 9. ayının 27. günü YouTube. Amerika'nın harbiy aeroplanları Jungoning Pujan o'lkasiga 20-88 kilometrga chiqib keldi. Yani Amerika'nın harbiy aeroplanları yetib borgan araliq Pujan o'lkasiga 80 kilometrga qoldi. Amerika Devlet Meclisi a'zolari qaror loyiha ma'qullab normal savdoda e'tibor berish siyosatini bekor qilishni qaror qildi. Mingjing televiziyasi 9. ayning 27. kuni YouTube. Xi Jinping Daimiy komitetning 6 nafar a'zosini yig'inga chaqirdi. Amerikaning qosh qapiqiga qaramaymiz. İmborga qilishdan qo'rqmaymiz dedi. 9. ayning 27. kuni YouTube. Wall ko'chasi televiziyasi. Demak, Amerika bilan adoqchi elishimiz deyotgan gap. Meningcha bu bir teri taraqshtash vatandosh. Jungoloq, nadan Jungo Xitoylarni aldash uchun teri taraqshtash. Faqat o'zining fuqarolarini aldash uchun teri taraqshtash. Endi ma xabarga diqqat qiling vatandosh. Biz boshni qistirib o'tdik. Şinjan jazo lageri qurishni davomlashtiryapti. Jungo Tashqi ishlar ministerligi dal 5 yulduzliq turalg'i uylar rayoni deb atadi. Mavzuli xabar 9. ayning 27. kun Jungo nazar orbiti e'lon qilindi. Aptori Dvam Mushvan. Bu yerda selinayotgan jazo lagerini 500 yulduzliq turalg'i uylar rayoni degani Jungo Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Wang Wenbin. Bu bayonotchi shundoq dedi. Bugun bu to'pqa torbatga chiqdi. 5 yulduzliq turalg'i uylar selayotimiz. Wang Wenbin apandi, bayonotchi Wang Wenbin apandi, sakratga tushdingiz. Men yuqorqi paketlar bilan yana boshqalar bilib turayotgan paketlar bilan aytamanki sakratga tushdingiz Wang Wenbin apandi, bayonotchi Wang Wenbin apandi. Sakratga tushdingiz. Sizning xo'jayiningiz tashqi ishlar ministri Wang Yining put qo'li tegmay qoldi. Beshi qichsa putini qashlaydigan, puti qichsa beshini qashlaydigan bo'lib qoldi.
Sizde hazır müstakil diplomatik siyaset yok. Cihanın vaziyetiga taqabul tura alaydigan diplomatik siyaset yok ve diplomatik para faaliyetçiler yok. Çünkü bugün sizde aşkarlanıvatqan Xitay tilinin rolü nima? Xitay mintaqasiga felsefesinin rolü nima? Xitay degan millatning davlat aqidasi ve davlat ideyalarının rolü nima, mintaqasi nima? Xitayning nazarida davlatchilikning ma'nosi nima? Yoki Xitayning nazarida monopol kapitalizm yoki davlat kapitalizmining ma'nosi nima? Hech narsada sistemi yok, tertip yok, kishilar qabul qiladigan hukm yok, siyosiy ta'bir yok, yoki logikalik hukm yok. Siz mushundaq davol qo'sh, mushundaq tavrinish, mushundaq g'ulg'ula, mushundaq ansirash va mushundaq patparaqchilik ichida qoldingiz, Wang Wenbin apandi. Tushunamsiz bu gapga? Mesela siz g'arb tarafda, mustamlika Uyg'uristonda jazo lageri quryapsiz. Sizning dininizda 5 yulduzlik turalg'i uylarni selavyapsiz. Qarang, Wang Wenbin apandi, dunyoning sharqida yana Tayvan bo'g'uzi deb atiladigan yerda o'xshashlar. 5 yulduzlik, 10 yulduzlik, hatta 1000 yulduzlik mehmonxonalar selinyapti. Tayyorlig'ingiz bitdimi bu mehmonxonaning qaysini tanlab olishga, Wang Wenbin apandi? Tayvan bo'g'uzida siz tanlab olasiz. Keldi bu mehmonxona ikki tarafda selinyapti, g'arb dunyosi selinyapti. Avtomatlar kiryapti, chiqyapti, hech nima deganmidingiz? Mana hozir aytdim, Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy aeroplani Pujan'ga 80 kilometrga uchib boradi. Nima dedingiz? Taklif qilmamsiz Amerikaning harbiy aeroplanini ya 6 yulduzlik mehmonxonaga ya 8 yulduzlik mehmonxonaga qarang, ha? Wang Wenbin apandi, siz nimaga tayyorlik qilyapsiz? Izbesib kelyaptimi dunyo deyman, ko'rmadingizmi? Sharqda Wang Wenbin apandi sizlarga Jungo Kompartiyasiga 5 yulduzlik mehmonxona selinyapti. G'arbda Uyg'urlarga siz Jungo Kompartiyasi sakratga tushganda yana chidamay, unamay Uyg'urlarga mustamlika Uyg'uristonga 5 yulduzlik turalg'i uy selavyapti. Wang Wenbin apandi, nima qila oldingiz yaqindan beri 8 ayning 9 kuni, 9 ayning 17 kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining 2 nafar amaldori, davlat arbobi. Birinchi qatimda Sayya ministri Azar, ikkinchi qatimda Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasining 2 darajalik amaldori Krach apandilar Tayvanga tushdi. Nima qila oldingiz, Wang Wenbin apandi? Tayvan sizning territoriyangiz edi ya. Bu mehmonlarga 5 yulduzlik mehmonxona selib ulguralaganmidingiz? Taybidimi yoki Kaohsiungdimi bir yoki mehmonxona salalaganmi? Yo'q. Hozir Amerikaning bu amaldorlari Tayvanga tushib sizga mehmonxona selib bo'ldi. Wang Wenbin apandi, 5 yulduzlik, 10 yulduzlik mehmonxona Tayvanga selinib bo'ldi. Qaysi mehmonxonaga kirasiz, Wang Wenbin apandi, bayonotchi? Wang Wenbin apandi, ko'rdingizmi bu dunyoning mohiyatini? Siz u yerda Uyg'urga mehmonxona selavyapsiz. Butun dunyo birlashib Tayvan bo'g'izida sizga mehmonxona selavyapti. 5 yulduzlik. Eg'izga elib beqinga shundoq emasmi? Men xato so'zlab soldimmi ya? Wang Wenbin apandi. Men sizga shunday savol qo'yayki, Wang Wenbin apandi. Hozir men so'zlab o'tdim boshda. Men birov aldirab kuprilik qiladigan odam emas. Men kuprilik qiladigan odam emas, hukm qiladigan odam emas. Men qiyosparaz bilan so'zlab kelyapman. Tashqarida anglagan, ko'rganlarim yig'ib to'plagan materiallarimni vatandoshlarga topshiryapman. Tushundirish shaklida so'zlayapman. Men kuprilik qiladigan odam emas, hukm qiladigan odam emas. Lekin bu vaziyatlar qarta sizga savol qo'yib boqayki, Tashqi ishlar bayonotchisi Wang Wenbin apandi 3 oy qoldi 2020-yil oxirlashidir. Mushu qishdan aman eson chiqib ketalamsiz Wang Wenbin apandi? Mushu 3 oy ichidan o'ngishliq o'tib ketalamsiz Jungo Kompartiyasi?
Hazır 2020 yıl deyli 3 ay kaldı deyli. Muşu 3 ay içinde çünkü Kompartiyası siz aman isen ötüp gidelemsiz. 2020 yılının kış ayları, şivirgan ayları yetip gelivatı da aldığınızda berdaşlık bir elemsiz. Öyle turalamsız. Şunçilik madar kaldı mı? Şunçilik güç kaldı mı sizde çünkü Kompartiyası? Tünügün soğudu tam o yüzden. Әтсі соды келешімі тоқтам. Бүгін әнді başqısı koyup duraydı bugün yetip gelgini Xinda. Xinda şirketinin hocayını reisi Xi Jinping. Huawei şirketinin hocayını reisi Xi Jinping tügeçti. Huawei şirketi tügeçti. Әnді Xinda yetip geldi. Nemi depti başta? Men senin aldığında ölüp birmen depti. Manama işte manama bu. Bana mani işleyimiz değil mi ben efendi? Muşu külledi siz için eğitkandı, Kompartiya için eğitkanda fakatlı bir yol naiti ulu, naiti çıraylık yol idi. O neme öyle veliş. Hazır Uygurlar tartıp atkan külpetler için eğitkanda Uygurlar mı öyle velişi gerek kaydı bu işe. Lakin İslam dini de öyle veliş korukset yok. Onun üstüne Uygur'un kolu da kılçılak hukuk masıydı. O vaxtada ölü velişke erziyeti deyip ölü valat. Hukuk yok. Bu hukuk tartıp getilgen. Xitay müstemlikçileri elip getilgen. Bu fakat tabiiyette pakiz ve sap aldı kelip kalgan millet. Şunu bunun ölü veliş, ölü olmazsa doğrusu oynayışın maaşı yok. Lakin siz ölü velişiniz gerek. Neymiş ha? 3 milyon armiyanız var ya. 2 milyon kurallık sağ kısımlarınız var ya. Leonin Hao deydiğen bir artistler oynaydiğen Ukrayna'da tiyatro ömekleri oyun koyduğun bir avamat elip gelip avamat bazarga saldınız. Muşunda harbi güçleriniz var ya ben efendi. Muşunda hukuk durup muş günde, muş ayda, muş vakta teybiydi, teyvendi sizge 5 yıldızlık mihmanxanı selindi de ben hüküm kılay. Çünkü Amerika Qoşmuş Ştatlarının yukarı derecede 2 nefer emeldar teyvengi teybiye kırıp oldu da. Prezident Sayyiman'ı prezident hep kolunu verip elişip görüştü de. Bu intayın set akaret kovan ben efendi. Siz için eğitkandı siz ölü velişiniz gerek. Yaki ölü velişlerin usulü Gorbachev Bolşevikler partisi tarqıtıldı deyip imza koygandak. 1989 yılın 12. ayının 21. günü 25. günü imza koygandak. Bugün sizin ölü veliş yolunuz mu? Del şundak buludu. Ben sizge eytay, halkara cemiyet, Garp dünyası, kilyercil 2021 yıl 7. ayının, 21. günü 7. ayının 1. gününü sizden tebriklişiniz yol koymaydı. Çünkü sizin partiye kurulgan gününüz. Siz şundan avval delmişi günde, yani 2020 yılı kış aylarında şundan ötüp gidelemsiz, bu şivirgandan ötüp gidelemsiz. Ben efendi, Şincan'da siz 5 yıldızlık turalı öy, imaret kurup çıktık demey, avval özünüz için teyyaranıp bulgan 5 yıldızlık turalı öynen gemini kılın. Birinci kabatta olturamsız ya ki basement'de olturamsız tallı bilin değil mi ben efendi?